Men Ibragimova Gulchehra Shahobiddin qizi 1964-yil 14-mart kuni Jizzax shahrida tug'ilganman. Birinchi sinfga Jizzax shahridagi 3-sonli Alisher Navoiy nomidagi maktabga borganman. Keyin biz qishloqqa ko'chishimiz kerak bo'lib qoldi. Shunda hozirgi Sharof Rashidov, ya'ni Jizzax tumanidagi 11-sonli Zarafshon maktabiga o'qishga keldim. 2-sinfdan toki 11-sinfgacha, 10-sinfgacha mana shu maktabda tugalladim. Undan keyin shu o'qishga kirdik. Jizzax davlat pedagogika instituti, hozirgi kunda universitet, filologiya fakultetiga. Undan keyin ikkinchi mutaxassislik sifatida tarix va huquqshunoslik fakultetini tugalladim. Endi mana ham filologiyani bitirdim, ham tarix huquqni bitirdim, ammo yana bitta qiziq joyi, raisni qiziman. Dadam shu yer bilan, paxta bilan tillashadigan inson edilar. O'zlari ijodga ham juda ham havasmand, o'zlari ham she'rlar yozib turardilar. Men ham shu dadamlarga qiziqibmi, baribir qonda bo'lsa kerak, paxtachilik fakultetini ham tugalladim shu Jizzaxda. Undan ham anchagina xabarimiz bor, ekin-tekin, paxtachilik nimalaridan xabardorman. Xullas 10-sinf bitirib, mana shunday o'qishlarni tugallaganimizdan keyin Jizzaxda pedinstitutda ishladim. Jizzax viloyati yozuvchilar uyushmasida adabiy maslahatchi bo'lib ishladim. Keyin Jizzax pedinstitutida keyin domlalarimiz aytishdiki, yana Ibrohim Donish shoirimiz, bolalar shoiri, ustozda aytdilar, biz sizni ijodingizga yaxshi baho berib nima qila olmayapmiz, udda qila olmayapmiz, siz Toshkentga borishingiz kerak dedilar. Keyin bizning prorektorimiz Bahrom Mamajonov hamda rektorimiz borib siz bir kandidatga ishlarni qilishingiz kerak deb yo'llanma berishdi. Shu yo'llanma bilan men O'zbekiston Milliy universitetiga Bigali Qosimga shogird bo'lib keldim. Hozirgi zamon o'zbek adabiyotida milliy uyg'onish g'oyasi va Abdulla Oripov she'riyati bo'yicha monografiyalar tayyorladik, ishlarim hammasi tayyor bo'ldi. Lekin ishim juda ham qiyinlashib ketdi, chunki men bu vaqtda Xalq ta'limi vazirligida boshqarma boshlig'i o'rinbosari hamda bo'lim boshlig'i, matbuot kotibi, mana shunaqa lavozimlarda yurib, ham ijodni unutdim, ham mana shu ilmiy ishim ham qolib ketdi. Buni o'rtasida mana shu ustozimiz Bigali Qosimov, Alloh rahmat qilgan bo'lsin, 3-4 martalab kelib, siz ishingizni qilishingiz kerak, ishingiz tayyor dedilar. Lekin monografiyani chiqazdim. O'sha Abdulla Oripov she'riyati bo'yicha hamda jadidchilik meni o'zimni eng sevgan yo'nalishim edi. Yo'qlolmadim, qolib ketdi armonim. Xalq ta'limi vazirligida deyarli 25 yillik umrim o'sha yerda o'tdi. Asosan darsliklar yozdim, metodik qo'llanmalar, ustozlarimiz bilan hamkorlikda, ham mualliflikda odobnoma darsligim chiqdi. Vatan tuyg'usi dasturlarini, konstitutsiyaning dasturlarini, testlar, xullas xalq ta'limi tizimiga oid monografiyalar, qo'llanmalar, tavsiyalar, asosan Ma'rifat gazetalarida chop etilardi. Ma'rifat gazetasida to'xtovsiz mana shu ssenariylarimiz, har bitta mustaqillik bayrami bormi, Navruz bormi, hammasida ssenariylarim ketgan. Mana shularni to'plab turib, Navruz degan mana katta qo'llanma ham chop etganman. Bu 3 ta Navruz nomli qo'llanmamning o'zidan 3 ta. Navruzing muborak O'zbekistonim 1-2 bor va bu bor. Metodik qo'llanma sifatida tavsiya, buni ichida ko'proq ssenariylar, she'rlar, ichida Farida opa sizni ham she'rlaringiz bor. To'plamda bu tuzuvchiman men bu yerda. Hozirgacha ham mana shu darslik sifatida, monografiya sifatida ichida ko'p o'quv nimalarda, yurtlarida, o'quv bilim yurtlarida qo'llaniladi. Bugungacha bir 40 ga yaqin kitoblarim chiqdi. Adabiyotga to'g'risi men shoira, she'rlar yozib kirgan bo'lsam ham o'rtada ancha uzilish bo'lib ketdi. Nimaga desangiz, boyagi men tizimim, ta'lim tizimi bo'lganligi uchun asosan faqat darsliklar bilan ham oila, bola chaqa, asosan lekin ishim juda ko'p xalaqit berdi. Chunki biz faqat darsliklar bilan ijodga uncha vaqt bo'lmadi. Komandor xizmat safarlari juda ham ko'payib ketdi. Yurtlarda yurdik. Lekin Allohga shukr, 2015-yildan keyin men yana shu ijodimga yetib oldim, davom ettirdim. Mana bugungi kungacha shu 40 dan oshdi. Ijodiy namunalarim, mana shunaqa katta-katta kitoblarimiz, to'plamlarimiz. Ko'pida tuzuvchi bo'lsam ham ish qilib, anchagina ish qilib qo'ydik deb o'ylayman. Men yana bitta narsa qo'shimcha qilmoqchiman-da. Bu men uchun albatta faxr. Eslaganimda faxrlanib, g'ururlanib ketaman.
kimga qanday bilmadim, lekin mana shu 2023-yilda Qaqnus qo'shig'i degan mana shu to'plamim chiqdi. Mana shu to'plam asosida keyin mana shu ustozlarim men haqimda mana shu Subhudam yog'dusi deb nomlangan kitob chop etildi. Bunda hamma ustozlarimizni men haqimda yozgan maqolalari, she'rlarimni tahlillari jo bo'lgan. Mana shunga ustozlarimni mana shu doim men quvonib ketganda ham yoki qandaydir bir g'amga botganda ham mana shu kitob to'g'risini aytsam menga ko'nglimga bir taskin, tasalli beradi-da. Chunki bunda meni ustozlarimning mehri, muhabbati jamlangan. Mana shuni o'qib, ular haqida, ular meni haqimda yozgan fikrlarini yoki she'rlarimni, tahlillarini o'qib turib o'zimga kelaman, o'zimni tiklayman. 2 o'g'lim, 1 qizim bor. 5 shirindan shakar nevaralarim bor. Ular ham mana 2tasi o'qishda tamomladi. 1tasi mana tamomlash arafasida turibdi. Kichkinalarimiz ham bor, Allohga shukr. O'g'illarim ham jamiyatda o'z o'rnini topgan bugungi kunda. Men juda ham faxrlanaman bolalarim bilan. Qizim, mana qizim bor, qizim 2ta, o'g'il hamda qizi bor, nevaralarim. Allohga shukr qilaman, hech nolimayman. Bugungi kunda Ozarbayjonda meni Seni sevarim hayot, Seni sevaman hayot deb nomlangan bitta katta she'riy to'plamim tarjima qilindi va o'sha Ozarbayjonda Bakuda taqdimotini o'tkazib keldik. Konferensiyalar bo'ldi, konferensiyalarda ishtirok etdik. Turkiyada turk tiliga tarjima qilindi she'rlarim, demak azar tiliga, qirg'iz tilida chop etildi tarjimalarim, qozoq tilida Munojot degan kitobimni o'girib taqdimot bo'lib o'tdi. Yana ingliz tilida, rus tilida anchagina tarjimalar berildi, lekin o'zim tarjimon emasman. Meni she'rlarimni tarjima qilishyapti. Bugungi kunda bir 30 dan ortiq she'rlarim qo'shiq bo'lgan yaxshi taniqli san'atkorlar tomonidan aytiladi. Xalq ta'limi vazirligi tomonidan menga xalq ta'limi a'lochisi nomli ko'krak nishoni berildi. Keyinroq mana hozir men Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida ma'naviy ma'rifiy ishlar yo'nalishi bo'yicha mas'ulman. Qo'shtirnoqchida aytamiz, yo ochiq aytayotgan bo'lsak, tadbir tashkil qilaman, tadbir uyushtiramiz, hamma tadbirlarga boshman. Mana bu yil eng quvonarlisi, men hukumatimiz tomonidan mo'tabar ayol ko'krak nishoniga tavsiya etildim va shu nishonni oldim. Bolaligim o'tgan uy, bir chiroyli, bir xushro'y, iforlisan, ham xushbo'y, jannat hovlim, gul hovlim. Bolaligim o'tgan uy, sog'inchlardan sarg'ayib qolgandaysan, mung'ayib, ota onamsiz g'arib. Bolaligim o'tgan uy, hovli to'la baxt edi, quvonch, shodlik, naqd edi. U kunlar qayda endi? Bolaligim o'tgan uy, tarqab ketdik har tomon, yo'qlagaymiz har zamon, otamdan qolgan qo'rg'on. Bolaligim o'tgan uy, chalinganday mahzun kuy, quyoshim ko'rsatmas bo'y, mo'jizalar bermas ro'y. Bolaligim o'tgan uy, bizlar tor, sen keng eding, sen saroyga teng eding, bag'ring issiq eng eding. Bolaligim o'tgan uy, kel deb chorlaydigan yo'q, oqibatga tekkan o'q, eslasam dilda anduh. Bolaligim o'tgan uy, podsholigim o'tgan uy. Armon. Vaqt topdim ko'p nomdor ko'rsatuvlarga, donolar so'zidan qo'shib so'yladim, maqtasa chiroyli gapirasiz deb mashhurroq bo'lmoqni ko'proq o'yladim. Davrlar boshqardim salobat bilan, o'zimdan eng yaxshi notiqni yasab, o'zimga zeb berib latofat bilan so'zladim. Yanayam topay deb mansab, suratlarga tushdim kazolar yonida jilmayib, o'zimcha kulib. Bugun meni soxta shonlar, jazolar. Ona, ketayapman qumdek to'kilib, alamdan, uyatdan yonmoqdaman. Qo'msadim charog'on siyratingizni, kuni bilan izlab topmadim evoh birgalikda tushgan suratimizni. Davrlar o'tgancha, shonlar o'tgancha, nadomat ko'ksimni yondirguvchi cho'g', bag'rimni tirmalar yillar o'kinchi.
meni onam bilan tushgan rasmim yo'q. Men katta xatokor, gunohkor, abgor, ko'ksimga paykondan otilsaydi o'q. Onasi borlarga bitta so'zim bor, meni onam bilan tushgan rasmim yo'q. Bugun sizni juda sog'indim, ona, pushmonu alamdan og'rindim, ona. Siymongizni qo'msab, dalli devona, siz yotgan tuproqqa sig'indim, ona. Bugun yuragimda eng katta anduh, meni onam bilan tushgan rasmim yo'q.